BMTning 80-yubiley sessiyasi menimcha BMT tarixidagi eng esda qolarlisi bo'ldi. Sababi bu yilgi tadbir davomida ko'plab qiziqarli holatlar ro'y berdi. Misol uchun, AQSh prezidenti Donald Trampning eskalatordan chiqish paytida eskalator to'xtab qoldi. Sessiyadagi nutq davomida esa matn suflori o'chib qoldi. Bu holat tasodif emas edi. Tramp esa qoidalarni atayin buzib, qariyb 1 soat davomida BMT minbarida nutq so'zladi. Nutq davomida esa BMTning zaif tashkilot va hech qanday kuchi yo'q. U faqat eskalatorni to'xtatib qo'yishga va suflyorni o'chirib qo'yishga kuchi yetadi degan ma'noda tanqid qildi. Ammo BMT bu bilan cheklanib qolmadi. Turkiya prezidenti Erdo'g'an nutqi davomida Isroildagi genotsid va G'azodagi aholining ochlikdan halok bo'layotganligini ta'kidlab, unda Isroil kirdikorlarini aytayotgan paytda uning mikrofoni o'chirib qo'yildi. Bu holat hech qanday tasodiflarga to'g'ri kelmasdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu so'zga chiqqan paytda esa yanada qiziqarli holat ro'y berdi. Ko'plab delegatlar uni eshitmasligi uchun ataylab yig'ilishlar zalidan chiqib ketishdi. Netanyahu esa deyarli bo'sh qolgan zalda nutq so'zladi. Qiziqarli holatlar faqat BMT sessiyasida emas, uning tashqarisida ham ro'y berdi. Misol uchun, Nyu-York ko'chalarida Tramp korteji harakatlanayotganligi uchun ko'chalar qisman yopib qo'yildi. Natijada Fransiya prezidenti Emmanuel Macron harakatlanayotgan kortej yo'li to'sib qo'yildi. Vaziyatni qo'lga olish uchun Macron mashinadan tushib, xodimlardan uni o'tkazib yuborishni so'radi. Ammo xodimlar rad javobini berdi. Eng qiziqarlisi, Macron o'sha paytning o'zida AQSh prezidenti Donald Trampga qo'ng'iroq qildi va yo'lni ochib yuborishni so'radi. Bu suhbatning o'ziga xos jihati shunda bo'ldiki, prezidentlar shaxsiy qo'l telefonlarida suhbatlashdi. Bu esa protokol va xavfsizlik jihatdan mumkin emas edi. Bu voqea ertasi kuni esa shu holat yana takrorlandi. Ammo bu safar Tramp korteji harakatlanganligi tufayli Erdo'g'an korteji to'xtatildi va Erdo'g'an ko'p vaqt kutib qolishiga sabab bo'ldi. Bu esa Erdo'g'anning yaxshigina asabiylashtirdi. BMT sessiyasi doirasida shunga o'xshash bo'lgan yana ko'plab qiziqarli voqealar bo'lib o'tdi. Shu kabi qiziqarli voqealardan boxabar bo'lib borish uchun bizga obuna bo'ling.